Assalomu alaykum ahli YouTube, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Aziz qo'yin ishqibozlari. Bugun foto kontent bo'ladi. Xuddi ko'rib turayotgan mana shu xikolchalar sotiladi. Mana bu kalifchalari ham sotiladi. Kalifchalar 3 para chiqadi. Xikollarga keladigan bo'lsak, hozircha 9 ta samka va plus minus bunga para qilib beriladi. Masalan, mana shu xikolni ko'zi ko'r shekillida olib ko'rish kerak, rangi boshqacha. Xo'p, bularni narx-navosiga keladigan bo'lsak, dastavkasini gapiradigan bo'lsam, dastavkasini men bilmayman, lekin Buxoroga bilaman 150-200 ming so'mga bitta banan korobka olib borishadi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tagacha, mana shu quyonchalar 5 tagacha bitta banan korobkaga sig'adi. Boshqa joylarni bilmayman. Telegramga kirib, Samarqanddan o'zingizlarning viloyatingizni ko'rsatsalar, dastavkani narxini aytishadi. Shofir akalar, guruhlar bor alohida. Shunga adresni aytsalar, Samarqand shahrining o'zida, agar manzili aniq so'raydigan bo'lsa, shahrining o'zida. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, xikol quyonlari Leyla opadan olingan quyonlarning bolasi bu 5-larda tug'ilgan, 5 bilan 7 ning orasida tug'ilgan quyonchalar bular. Narxi 100 ming so'm donaga. Agar ko'proq olaman desa, uni ham kelishtirib beramiz. 170 dan qilib beriladi paraga. Kaliforniya quyonlariga keladigan bo'lsa, Kaliforniya quyonlari 22 yanvarda tug'ilgan. Bular donasi 200 ming so'mdan. Buni ham paraga kelishtirib beriladigan joyi bor, agar olaman degan odam bo'lsa. Xo'p, endi gavdasiga keladigan bo'lsak, mana bu xikol fevralning boshida tug'ilgan, ana u yanvarda tug'ilgan Kaliforniya quyoni. Gavdasi sal farq qilyapti. Razницasi bir 15 kun, 17 kun plus minus. Endi aniq 22 emas u, plus minus 2-3 kunda tug'ilganda bir qarab qo'yganim 22 yanvarda. Shuning uchun 15 kun raznica, lekin gavdasi plus minus nima sal kichik bo'lyapti. Demak, undan ham katta bo'lib ketadi. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiriladi. Telegram ham bor. Salomat bo'linglar.